Shifokorlarni vaqti juda ham tig'iz bo'ladi Azizbek aka. Bizni so'rovimizga, iltimosimizga yo'q demay studiyamizda mehmon bo'lib turgani uchun sizga minnatdorlik bildiramiz va shu o'rinda sizning mijozlaringizdan uzr so'rab qolamiz. Bizning birinchi vazifamiz insonlarga sog'lik tilash, sog'liklarini tiklash. O'shaning uchun biz doim tayyor. Qanday savol-javoblar bo'lsa, nima qiziqadigan savollaringiz bor, bemalol. O'zi aslida biza ertalab bilasizmi, ish vaqtimiz 6 dan boshlanadi. Konsultatsiya odamlar 6 dan keladi va kechki 7-8 gacha ishlaymiz. Shunchalik ishlar juda ham ko'p. Mana shunday qizg'in ish vaqtida ham bizga vaqt ajratib studiyaga tashrif buyurgani uchun mana shu daqiqalarda ijodkorlar nomidan alohida tashakkur yo'llamoqchiman va Azizbek akani o'zlaridan oldin studiyaga mana shunday maxsus ignalari kirib keldi azizlar. Bu ignalar haqida hali bafurcha to'xtalamiz. Aziz aka, keling, aynan mana shu yo'nalishingiz haqida dastavval ma'lumotlarni aynan o'zingiz o'rtoqlashsangiz. Men o'zi kasbim nevropatolog va igna-terapevt. Mana igna bilan davolovchi. Igna bilan davolaymiz. Nega igna bilan degan savol tug'iladi. O'zi tibbiyot institutiga kirganda men hech igna-terapevt bo'laman degan xayol bo'lmagan, lekin bitta maqsad bo'lgan. Shu bemorlarni davolab tuzatish maqsad bo'lgan va institutni tugatganimizdan keyin davolash usullarini qo'llaganimizda biz kutgan natijani igna-terapiya bergan. Eng samaralisi. Shunaqa. Eng samaralisi deya olmayman-u, surunkali kasalliklarga, zo'r natija beradigan uslublardan biri bu igna-terapiya. Ya'ni davolash uslublari ko'p, lekin bizga ko'proq yoqqani va shu yo'nalishga kirganimiz bu igna-terapiya hisoblanadi. Keyin ustozlarimiz aynan bu yo'nalish bo'yicha professional darajaga chiqmoqchi bo'lsang, ya'ni buni vatani qadimgi Xitoy, o'sha yoqqa borib o'qib, tahsil olsanggina natija olishing mumkin deb o'rgatishgan. Shunda Xitoyda universitetda o'qiganimizda, Chunsenda va Tibetda, tibetskiy xribet deydi. O'sha yoqqa borib tahsil olib, mana hozirgi kunda xalqimizga xizmat qilib turibmiz. Bir qiziqarli jihat shundaki, qanchadan buyon o'qiysiz degan savolga haligacha o'qib yuribmiz, haligacha talabamiz. O'zimizning sohamizda nimaga? Chunki buni oxiriga yetishimiz uchun menimcha ko'p mehnatlar qilishimiz kerak hali. Xudo xolasa, yashay. Va mana shu igna bilan davolash uchun shifokorlar eng asosiy e'tibor berishlari lozim bo'lgan jihat haqida to'xtalib o'tsangiz Azizbek aka. Endi qarang, e'tiborli jihat shundaki, birinchi o'rinda kimga mumkin va kimga mumkin emas. Shunga to'xtalamiz. Birinchisi bu homiladorlar. Homiladorlikni oxirgi oyida igna-terapiya qilish mumkin emas. Unda ham bu bir. Ikkinchisi, yurak xurujini o'tkazgan birinchi oydagi bemorlar, infarkt bo'lgan bo'lsa, ularga mumkin emas. Ya'ni 1 oy ichida. Keyingisi, ayrim bemorlarda tanalarda kardiostimulyatorlar bor. Ya'ni metallik uskunalar bor. Kardiostimulyator deydi. U ham yurak yetishmovchiligiga o'rnatiladi. Ana shunaqa bemorlarga qo'yilmaydi. Keyingisi, o'tkir infeksion kasalliklarda. Ya'ni hozirgi holatda o'ta og'ir infeksion kasallik bo'lsa, unaqa holatda igna-terapiya kutgan natija bermaydi. Keyingisi, ochiq jarohatlarda. Ochiq jarohatlarga ham xuddi shunaqa qo'yilmaydi. Unda o'zini tor mutaxassisi jarrohlar yordam ko'rsatishadi. Ya'ni shu holatlarda e'tibor berishimiz kerak va chaqaloqlarni 1 yoshgacha bo'lgan chaqaloqlarda, masalan, Xitoyda, Tibetda tug'ilgan chaqaloqlardan qilishni boshlaydi. Igna-terapiyani uni o'zini maxsus ninalari bor. U bunday katta ninalar bilan ishlatilmaydi. U juda ham kichkina, diametri ham kichik va uzunligi ham 0.8 mm hisoblanadi. Ya'ni 1 cm ga ham bormaydi. Shunaqa ninalar ishlatiladi. O'shaning uchun har bir ishni o'zini mutaxassis qilsa yaxshiroq hisoblanadi. Albatta. Buni olib qarasa, har bir mutaxassis o'zining ustidan ishlasa, o'ylaymanki, yaxshi natijaga erishi mumkin. Shu o'rinda keling, Azizbek aka hamda Saidbek, ijozat bersangiz, yurtdoshlarimizga yo'llamoqchi bo'lgan qisqagina xabarimiz bor. Qadrli yurtdoshlar, bemalol bugun tibbiyot fanlari nomzodi Azizbek Tolibovich Sharifga bevosita nevropatolog hamda igna bo'yicha davolovchi mutaxassisimiz shifokorimizga o'zingizni qiziqtirgan savollaringiz bo'lsa, bemalol yo'llashingiz mumkin. Biz jonli tarzda siz bilan
aloqani olib boramiz. Shifokorimizni qabul vaqtlariga agar yetib bora olmasangiz, biz keling mana shu o'rinda, mana shu studiyada ozginagina qisqagina bir qabulni amalga oshiramiz, to'g'rimi? Mutaxassis bilan birgalikda, shifokorimiz bilan birgalikda siz ko'plab savollarga javob topishingiz mumkin bo'ladi. Azbek aka, ana endi esa aytaylik, mana nerv sohasi bugungi kunda hamma asabiy, to'g'ri. Barcha asabiy, yo'llarni o'zida asablar tarang juda ham. Keling, mana shu o'rinda igna bilan davolash asab kasalliklariga qanchalar yordam beradi, qanchalar bu stresslarni dan qutulish, forig' bo'lish mumkin igna bilan davolab. Hozirgi kunda menimcha ikkitadan bir odamda depressiya bor. Depressiya, stress, vahima, vasvas, o'z-o'zidan qoniqmaslik, hayotdan qandaydir qoniqmaslik va hokazo shunaqa muammolar borda. Igoterapiyani shuna yaxshi bir nuqtalari bor. Agarda shu nuqtalarga qo'ysak, stress, vahima, depressiya qo'ygan zahotiyoq 15 minutdan keyin natijasini ko'zi ko'rinadi darajada ko'rish mumkin. Ta'sir birinchi, ikkinchi minutda boshlanadi. Xohlasangiz, sizni o'zingizga, menga da. Men ham juda o'zingizga qo'yib beraman. Nega? Chunki amaliy o'zingizda his qilsangiz, u boshqacha his bo'ladi. Keyin men bemalol reklama qila olaman-da, to'g'rimi? Keyin bemalol reklama qilsangiz ham bo'ladi. O'zi to'g'risini aytsam, bemorlar juda ham ko'p bizga keladigan. O'shaning uchun biz unaqa ommaviy katta reklama bermaymiz. Chunki keladigan bemorlarning soni ham o'zi yetarli. Bizni dasturimizda odatda mana shunday turli xil murojaatlarga javoblar bo'lardi. Hozir esa bevosita studiyamizning o'zidanoq muolaja ishlarini ham olib boramiz. Buning uchun bizga Biz hayjon unday demang. Hozir yurtdoshlarimiz telemarkazimizda eshigi tagida sizlarga bir Azbek degan shifokor kelib qolibdi, shu yerda qabul qilayotgan ekanlar. Kelinglar, bizni ham bir ko'rib qo'ysalar deyish yo'q. Bizda mana shu paytlarda Azbek akamiz o'ylaymanki, shifokorimiz taraddud ko'rgurlarga qadar men bilan muolajani bizda qo'ng'iroq bor, keling ular bilan bog'lanib olamiz. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Kayfiyatlaringiz yaxshimi? Yaxshi, rahmat. O'zingizlar kim yaxshimi? Hammalaring yaxshimisizlar? Juda yaxshi. Tanishib olamiz. Men Berot tumani Ulug'bek xo'jalik 5-bo'limidan telefon qilyapman. Ismingiz? Mahmuda Fayz bo'laman. Mahmud opa, Bekobod yaxshimi? Hozircha jim, bir-ikki kun shamol bo'ldi, jim bo'lib qoldi. Bizda ham bo'ldi shu shamol. O'zi umuman olganda Bekobodni shamollar yurtida deb ham bejiz ta'kidlashmaydi. Xo'p, savollaringiz bo'lsa eshitamiz. Qarang, mening yoshim 68da. 67. Yo'q. 67 emas. 2015-yil Azbekka savolim bor. Azbek, men 2015-yil operatsiya bo'lganman Buqoqdanda. Buqoqdan, Keyin u Buqoqda olib tashlagandan keyin menda 2017-yil boshim yomon bo'lyapti, boshim qattiq chiyilyapti. Xuddi ichida traktor yurgandek chiyillaydi. Shuni anaqa operatsiyadan keyin 2017-yil borsam Buqoq saratoni deb yozib berishdi. O'zimni gapimni o'zim eshitmayman. Gapim menga yetib kelmaydi boshimga. Plus, hech narsa his qilmayapman. Hech narsani his qilmayapsiz. Hech narsa his qilmayapman. Ochqash, charchash, chanqash. Qarang, igoterapiyada aynan nerv bilan bog'liq bo'lgan asab, uyqu muammolari bo'ladigan bo'lsa, yaxshi zo'r natija beradi. Masalan, boshingiz og'riydigan bo'lsa, bosh og'riqqa ham, masalan, migren kasalliklari bor. Odamlar yillar davomida Men sizga Buqoq saratoni ekanman dedim. Tushunmadim. Nur olaman. Ozgina siz bilan aloqa yaxshi emas. Iltimos, mikrofon go'shagiga, telefon go'shagiga gapirsangiz ozgina yaxshi eshitilmayapti. Mana qarang, tashqariga chiqdim. Buqoq saratonisan deyishdi, 3-bosqichda dedi. Buqoq saratoni-ya? Buqoq saratoni dedi. Men hozir pasiyani radiologiyaga boraman. Endi keyin radiologiyadan radiatsiya anaqa olaman, yo'l olaman. O'sha meni boshimda qachon savol bersam, nerpatolka bor deydi. O'zimizda rayonda nerpatolka chiqaman, u yerda pasiyani nerpatolka. Meni boshim chiyillash to'xtamadi shuncha yildan beri. Epilis hech narsa his qilmayapti. Borgan sari boshim yomonlashib boryapti. Shuni iloji bormi davolashda yo iloji yo'qmi? Shuni bilishim kerak. Iloji bor. Davolashda iloji bor. Avvalambor uni sababini kelganingizda aniqlab, nima sababdanligini bilamiz.
bizda Sizni men- siz o'zingizni shu paytgacha tushirgan snimka, analiz qog'ozlaringizni olib kelasiz. Bu bir. Keyingisi biz o'zimiz nuqtali diagnostika qilamiz. Ya'ni точный diagnostika deydi. Inson tanasida standart 365 ta nuqta bor. Bu nuqtalar to'g'ridan to'g'ri inson a'zosini bilan bog'liqlik jihati bor. Aynan shu nuqtalar orqali diagnostika qilib, yaxshi natija olish mumkin. Endi onkologiya masalasiga keladigan bo'lsak, hozirgi kunda Yevropa davlatlarida palliativniy pomosh degan narsa chiqqan. Hozir davolash uslubi palliativ yordam, ya'ni onkologik bemorlarga igloterapiya qilishga. Qilinadimi? Da. Aynan onkologik bemorlarga igloterapiya qilish tavsiya qilingan. Lekin bizda MDH davlatlarida, O'zbekistonda hozircha bu protokolga kiritilmagan. O'shaning uchun ham bu narsani biz bu yerda qilmaymiz, lekin Yevropa davlatlarida, bu Yevropa sharq davlatlarida bu narsa amalga oshiriladi. Men uchun pulim yo'q yo'qman. Yolg'iz yashayman. Obajon, Bafurja hali Azbek aka. Yana batafsil savollar bo'lsa bemalol aloqaga chiqsangiz, xudo xohlasa suhbatlashib, gaplashib tushuntirib beraman, yana gaplashishimiz mumkin. Albatta, Matob opa, sizga imkoniyat beramiz va bizni Telegram manzilimizga shifokorning raqamini so'rab yozsangiz, biz shifokorning raqamini sizga yetkazamiz. Maylimi? Rahmat. Hozir Azbek aka qaysi nuqtalarni? Hozir biza qo'ygan nuqtalarimiz Hozir mana ko'rib turibmizki, Muhammad Diyorning asab tolalari allaqachon bo'shashdi. Bemalol o'tiribdilar, o'zlarini erkin his shunaqa. Hozir bosh og'riqqa qo'ydik, asablarni tinchlantirishga qo'ydik, diqqatga qo'ydik va tanadagi og'riqlarga qo'ydik. Ya'ni yelka, masalan, bel, oyoq, qo'l og'riqlarga mana qo'ydik. Bu nuqtaning nomi Hego deydi. Sizda hozir o'sha ignani ta'siri boshlandi. Haqiqiy ignani obul bo'lganimizdan keyin siz 10-15 minutlardan keyin ta'sirini bilasiz. Ya'ni ancha asablaringiz tinchlanadi, kayfiyatlaringiz ko'tariladi. Yaqinda ham o'tgan kuni bir bemor keldi. Stress, depressiya chidab bo'lmaydigan darajada bosh og'riq, o'zini ushlay olmaydigan, tochkasiga qo'yib bergandik. Yana 1 yildan oshiq trankvilizator, kuchli tinchlantiradigan dorilar ichib yurgan. Mana bugun aynan ko'rdim, bugun 3-kun edi. Qanday ahvolda desam, yo zo'rman dedi. Tabletkalar to'xtatdingizmi desam, to'xtatdim tabletkani. Kechadan boshlab ichmayapman. Ahvolim juda yaxshi. Uyqum ham joyiga tushdi. Men hech bunaqa kutmagandim ignadan bunaqa natija bo'lishini deb xursandligini gapirdi. Hozir men birgina muolajani o'zida his qilaman, to'g'rimi? Shunaqa. Bitta muolajani yo'q, mana bitta muolajani o'zida natijani his qilasiz. Endi bu davomiy bo'lib, sizdagi masalan disfunksiya, patologiya normaga tushish uchun kurs lecheniya olamiz. Bir kurs lecheniyamiz 5 kundan iborat bo'ladi. 5 kun qatnaysiz. Shu bilan siz masalan deylik stress, depressiyani normasi 100 bo'lsa, sizniki 200 masalan. Biz aynan sizni normaga tushirib bera olamiz. Ya'ni 100 ga tushirib berishimiz mumkin, 70 yo 50 qilib bera olmaymiz. Ya'ni masalan sog'lom odamda stress, depressiya masalan yo'q. Lekin biz unga shu nuqtalarga qo'ysak, unda o'chmaydi, chunki u norma. Ya'ni biz faqatgina insonni tanasidagi patologiyasiga, ya'ni kasalligiga ta'sir qilishimiz mumkin. Sog'lom odamni kasal qilib bo'lmaydi. Mana misol deylik, mana shu yerda bitta nuqta bor. Bu nuqta 200 ga 120 davleniya bo'ladigan bo'lsa, shu davleniyani normaga tushirib beradi. Lekin sog'lom odamga shu nuqtaga biz igna qo'ysak, davleniyasini normani pastga tushirib olmaydi. Nega? Chunki biz sog'lom a'zoni ta'sir o'tkaza olmaymiz. Ya'ni olimlar aytadiki, insonni tanasida Xudo taolo dorisini yaratib qo'ygan. Faqatgina biz o'sha qayerda kasalliklar borligini nuqtalarga qo'yib chiqamiz. Qarabsizki, inson o'zida yaxshi zo'r natija oladi. Va Azbek aka shu o'rinda savol tug'iladi. Mana shu ignalarni o'zi tarkibi qanday, nimalardan yasaladi o'zi mana shunday maxsus ignalar va qanday xususiyati bilan bu shuncha kasalliklarga davo bo'ladi? To'g'ri. Yaxshi zo'r savol berdingiz. Mana ninalarning turi bo'ladi. Va metallga ham bo'linadi. Mana misol mana bu tilla nina. Tillali ninalar bor, kumushlik ninalar bor. Va stallik ninalar bor. Bu ninalar
metali maxsus temir moddalardan iborat. Ochiqni aytsam, buni batafsil men o'zim bilmayman, chunki masalan Xitoy ninalari bor, Koreya ninalari bor. Biz Koreya ninalarini ishlatamiz, chunki u juda ham sifatli. Bu bir, ikkinchidan sinmaydi, uchinchidan u nuqtaga qo'yganingizda sariyoqqa kirgandek kiradi. Ya'ni odam sezmaydi. Men hozir qo'ydik, sezildimi? Bilinmaydi. Umuman bilinmaydi, sezilmaydi. Bu ninani metallini sifatligi yuqoriligidan dalolat qiladi. O'shaning uchun keyin ninalarni uzunligi ham farq qiladi. Masalan, bizda mana bu chaqaloqlarga qo'yadigan, yosh bolalarga qo'yadigan ninamiz bu sochli tolasidan ham ingichka. Sochli tolasidan ham ingichka, uzunligi 0,8 mm. 1 cm ham emas buni uzunligi. Endi bu kichiklari bo'lsa, mana bu 10 santimetrlik ninalarimiz bor va 30 santimetrlik ninalarimiz bor. Bu ko'proq biz insultlarga qo'yamiz. Keyin ichak kasalligi bor. Masalan, nespetsifический язвенный колит degan kasallik bor. Ichakda ichak yarasi. U juda og'ir kasallik hisoblanadi. Bemorlar ancha yil qiynaladi. O'shaning uchun biz uni ichakka qo'yib, aylantirib, olib kirib joyiga qo'yamiz. Endi uni mutaxassis qiladi, professional qiladi. Bu ninalarda hamma ham mutaxassis igloterapevtlar ishlata olmaydi. Chunki buni o'zini darajasi bor. O'sha darajasiga qarab ishlatishi mumkin mutaxassislar. Qadrli yurtdoshlar, mendan bemalol fikr va mulohazalar va mendan taklif va so'rashinglar mumkin. Mana men hozir shaxsan o'zim Azizbek Tolipovdan muolaja olyapman. Birinchi muolajani ko'rayotgan bo'lsangiz, menda ninalar mavjud. Demak, bizda qo'ng'iroq bor, ular bilan bog'lanamiz. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Alaykum assalom, assalomu alaykum. Eshitamiz, efirdasiz. O'zingizni tanishtiring. Men Parkentdanman. Qayerdan? Parkent. Parkent, ey yaxshi. Ismingiz? G'ofur aka. Yashang. Yashang, G'ofur aka, kayfiyatlar yaxshimi? Yaxshi, a'lo. Bahavo, So'lim, Parkent yaxshimi? Ha, zo'r. Ey joningiz omon bo'lsin, sog' bo'ling. Kimga savolingiz bor yo soundtrack topdingizmi? Yo'q, endi men bir 5-6 yil bo'ldi, shu quloq shang'illash ketmoqda, bir ikki doktorlarga uchraganimda ham bir unaqa bo'lmadi-da, anaqa bo'lmadi. Shuni quloq shang'illash ketmaydi. Kunduzi ham, kechda ham o'sha quloq shang'illaydi. Quloqda shang'illash. Quloqda shang'illashning bir nechta sabablari bor o'zi. Qon bosimi ko'tarilsa shang'illashi mumkin. Bo'yin umurtqani 2-chi, 3-chi, 3-chi, 4-chi, 4-chi, 5-chi umurtqada smishcheniya bo'lsa, ya'ni protruziya bo'lsa, shunda shang'illashi mumkin. Yana внутричерепной, ya'ni miyani o'zi qon bosimi baland bo'lgan taqdirda ham shang'illashi mumkin. Keyin post travmatik, ya'ni jarohatdan keyin, undan keyin yana lor kasalliklari ham bor, ya'ni vestibulyar apparat patologiyalari bo'lsa, unday holatda ham shang'illashi mumkin. O'shaning uchun biz bemorni agarda kelsalar, biz ko'rib, tekshirib, ana undan keyin nima kasalliklarni bilib, sababini, ya'ni kelib chiqqan sababini uni bilmasangiz, kutgan natija bo'lmaydi. Masalan, deylik, temperatura 1000 dan oshiq kasallik keltirib chiqaradi temperaturani. Lekin bitta aspirin temperaturani tushirib beradi, lekin kasallikning sababini davolab bermaydi. O'shaning uchun sharq tibbiyotida bir yaxshi tarafini men yaxshi ko'raman, keltirib chiqargan sabablarini davolab beradi. Va a'zolarni, inson tanasini bir butun qilib davolaydi. Mana misol deylik, sizda bosh og'rig'ingiz bormi? Demak, sizni ichagingizni davolash kerak. Demak, ichakda muammo bor. Agarda qandli diabet kasalligi bormi? Demak, o'pkani davolash kerak. O'pka nafas yo'llarida kasalligi bor. O'shaning uchun bemorimizni avval bir kelganlarida bir tekshirib, ko'rib, ana undan keyin bilishimiz mumkin. Xudo xolasa. Demak, quloq shang'illashining ko'plab sabablari bor ekan. Buni aynan qanday sababdan shang'illayotganligini yoki tovush bo'layotganligini aniqlash kerak ekan. G'ofur aka, eshityapsizmi? Eshityapman. Demak, Telegram manzilimizga yozasiz, shifokor raqamini bizni dastur ma'murlari javob berishadi.
Tashakkur izhor etamiz. Parkentamizga qo'ng'iroq qilishdi va o'ylaymizki, javob oldilar va suhbatimizni davom ettiramiz. Albatta. Muhammadiyor, qanday bo'lyapti muolajalar? Juda ham a'lo darajada ko'ryapsiz. Juda ham ancha qo'yib yuboradi. Ha. Yana igoterapiyada ko'rishda ravshanlantiradigan nuqtalar ham bor. Keyin shunday nuqtalar borki, men teletomoshabinlarga maslahat berishim mumkin. Misol deylik, uyqusizlik bor. Ha. Uxlay olmaysiz, uyqu kelmaydi. Shunda bir zo'r nuqta ko'rsataman. Bu mana kaftimizni ochganimizda 5-barmog'imizni pastida aynan mana shu yerda nuqta bor. Shenmen deydi bu nuqtani. Ana shu nuqtani olamizda bosib ko'ramiz. Ikkala qo'limizni ham bosib ko'rishimiz kerak. Qaysi qo'limizda nuqta og'riqli bo'lsa, aynan o'sha nuqtani yotishdan oldin 1 daqiqa massaj qilasiz. Mana. Yotishdan oldin 1 daqiqa massaj qilasiz. Qarabsizki, sizda uyqu bosishni boshlaydi va asablaringiz tinchlanib, yana uxlashni boshlaydi. Albatta. Aziz do'stlar, bu muolajani hozir qila ko'rmang, hech qachon. Chunki Salom Toshkentda tomosha qilyapsiz. Kech payt yotishdan avval qilasiz. Juda ham ko'plab savollarimiz bor. Biz mutaxassislarni ko'rganda, shifokorlarni ko'rganda doim o'zimizdan qiziqtirgan savollar bilan bo'lishamiz. Va qadrdonlar, sizda ham imkoniyat bor. Bizni 71 244 01 41 raqamlariga murojaat qilib shifokordan, mutaxassisdan kerakli tavsiyalarni olish imkoniyati. Demak, menda ahvol yaxshi aziz do'stlar. Hozir ko'rsatilgan, Azbeka ko'rsatgan, shifokorimiz ko'rsatgan muolajalarni yakuniga yettirdik. Juda ham yaxshi boshlayapti. Efir davomida uxlab qolsam, meni kechirasizlar. Albatta, asab tolalari ancha bo'shashdi Muhammadiyorov va ayni daqiqalarda Azbeka biz yuqorida ko'p bora ta'kidlaganimizdek, sizni mana shu tashrifingizdan unumli foydalanish istagida bo'lgan yurtdoshlarimiz mavjud. Ularni navbatdagilari aloqada shay turishibdi. Marhamat, ular bilan bog'lanamiz. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Alaykum assalom. Kayfiyatlar yaxshimi? Rahmat, o'zlaringiz yaxshimisizlar? Rahmat. Keling tanishib olsak. Men Ohangarondanman. Ohangaron. Ohangarondanman. Ana doktorga savolim bor edi-da, oyog'imni uchi qiziydi. Oyoqlarini uchi qizirgan. Mana ignoterapiya qo'yish mumkinmi, mumkin emasmi? Ignoterapiya zo'r natija beradi, yaxshi o'zgarish beradi. O'zi bitta kursda o'zida oyoq qizish, oyoq kuyishi, oyoqda uchi bo'ladimi, oyog'i tagi bo'ladimi, juda yaxshi natija beradi. Va oyoq og'riqlaridan ham xalos bo'lish mumkin. Bu o'zi nimadan qiziydi? Buni qizishi uzoq muddat davomida oyoqdan sovuq o'tgan, zax o'tgan, shamollashdan qiziydi. Bora-bora narushение termoregulyatsiya deydi. Ya'ni sezish teskari bo'lib qoladi. O'zi aslida oyoq kuyishmaydi, qizimaydi, u muzlaydi. Faqatgina inson his qilganda uni qizigandek qabul qiladi. O'shaning uchun oyog'ini paypoqlarni yechib tashlaydi-da, keyin yuraveradi salqinda, oyog'i kuyishib ketdi, qizishib ketadi. O'zi aslida oyoq muzlayotgan bo'ladi. U o'zgargan. Aytdim, o'shanga bu kasalliklar bemorlariga tavsiyam, agarda kasallik oxiriga yetishsa, davolansa, batamom qutulish mumkin. Xitoyda, Tibetda aynan qarilik 90 dan boshlanadi. Ya'ni 90 gacha bemorni davolasa bo'ladi deb o'qitadi. Masalan, ayrimlar aytadi, ya 70 bo'ldi, 60 bo'ldi, endi bo'ldi, endi bu yoqqa nima bo'ladi, qarichilik deydi. U aslida unaqa emas. Davolasa 90 gacha, masalan, mart oyida bizda 78 dan 87 yoshgacha bo'lgan bemorlar ko'p keldi. Kelganda ham uydagilari bunday qilib ko'rsatishda chiqqandan keyin endi bu yoq qarichilik doktor, endi bu qarigandan keyin ko'ynlari qolmasin deb olib kelyapmiz deb aytishdi-da uydagilar, qizlari. Men aytdim, "Yo'q, unaqa demang. Yaxshi qilamiz, davolab tuzatamiz, zo'r yuradilar, ko'rasiz." "Yo'q, bo'ladimi? 87 ga kirdilar. Ha, nima qilib 87 ga kirganmisizlar? Hali qarilikgacha 90, yana 3 yil bor. 90 yoshdan boshlanadi. Bo'ladi" deb. Shu hojijonani bir davoladik. Juda ham xursand bo'lib, o'zlari yurib, o'zlari harakatlanib, tetik bo'lib, shu 2 kurs ichini olib ketdilar. Juda xursand bo'lib. Va o'sha oy mart oyida yosh 87 dan 78 dan 87 gacha bemorlar juda ko'p keldi. Ha. Ohangaron, eshityapsizmi? Eshityapman. Rahmat kattakan. Sizga ham rahmat bersin. Sog' bo'ling. Salomat bo'ling, doimo bor bo'ling.
qurama tog'i burama deydi. Haqiqatdan o'zi umuman olganda bir naql bor, kasalni davolash emas, uni oldini olgan ma'qul deyiladi. Mana shu nevrologiya sohasidagi kasalliklar kelib chiqishi o'zi umuman olganda nima sabab bo'ladi? Mana shu sabab bo'luvchi omillarni oldini olishni qanday tavsiyalar berasiz Azizbek? Eng birinchi sabab mana hozir bahor, yoz boshlanadi, havo issiq. Nima qilib yotibdi? Hozir 90% odam muzday xolodilnikdan suv olib ichadi. Magazinga kirsangiz ham xolodilnikida turibdi. Mana bu bir narsani inson o'zi uchun tushunib olishi kerak. Siz ichgan xona harorati va undan sovuq suv bu sizni kasal qiladi. Bu birinchidan. Ikkinchidan semirtiradi. Sovuq suv semirtiradi insonni. Mana shunaqa bemorlar keladi. Men endi hozir sovuq suvni haqida bitta qisqa qilib aytaman. Bir bemor keldi, ozolmayapman. Hamma parhez qildim. Qanaqadir dorilar ichdim. Mashg'ulot qilgan, sport bilan shug'ullangan, lekin ves tashlamaydi. Keyin so'radim, suv qanaqa ichasiz? Yo, suvni yaxshi ichaman, normada ichaman. Yaxshi. Harorat qanaqa? Harorati, xona harorati ayrim payt sovuq. Issiq ham ichasizmi? Yo, issiq ichmayman. Bilingki, sovuq suv sizni hazm tizimingizni, ovqat hazmini sekinlashtiradi. Bu birinchidan. Metabolizmni ham sekinlashtiradi. Ya'ni ovqat hazm bo'lishi sekinlashgandan keyin yog'lar atlajeniya bo'ladi. Qarabsizki, vazn olish boshlaydi va ozmaydi odamlar. Issiq ichsangiz, issiqroq ichsangiz, mana kattalar bilishadi. Masalan, oldin saratonni issig'ida issiq choy ichishgan. Chanqoqni bosish uchun. Hozirgi ichadigan suvingiz chanqoqni bosmaydi. Ish tizimi birdaniga teringizga chiqadi. Tanangizni aldaydigan bo'lib qoladi. Ya'ni birinchi o'rinda profilaktika, har bir kasallikni profilaktikasi muhim. Chunki shifokor sizni sog'lig'ingizga 10% gina yordam bera oladi. Lekin 20% bu gen hisoblanadi. Nasliy, avlodiy va sog'lom turmush tarzi. Va qolgani 70% bu sog'lom turmush tarzi. Ya'ni siz o'zingiz sog'lig'ingizga e'tibor bersangiz, masalan, konditsioner yoqib qo'yib, isib ketdim shunday yotdingizmi? Bilingki, nafas yo'llar shamollash kasalligi paydo bo'ladi, bel og'riq bo'ladi, oyoq og'riq bo'ladi va hokazo. O'shaning uchun meni maslahatim birinchi, nevrologik kasalliklarda bu sovuq suvda ehtiyot bo'lish kerak. Chunki muzda ichgandan keyin oshqozon ichak kasalliklari endi ichakda shamollash bo'ldimi, ichak kasalligi bo'ldi, bu miyaga ta'sir qiladi. Miyaga ta'sir qiladi va markaziy nerv sistema, vegetativ nerv sistema butun tanada nevrologik, patologik kasalliklar bo'ladi. Bu bir. Keyingisi vaqtida uxlash, uyqu. Hozirgi kunda ko'p o'zimning ham tanishlarim nechida uxlaysan desam 12:1. O'zi aynan bizlar uyda soat 9 da svet o'chiriladi. Ana. Ya'ni men svet o'chiriladi deyman, uxlanadi demayman. Svetni o'chiramiz. Qorong'i bo'lgandan keyin bolalar o'zi shu qorong'ilikka moslashadi, uxlash kerak ekan deydi. Yarim soat yo 1 soat shu o'ynab o'zi gildillab borib uxlab qolaveradi. Uni borib uxlamayapsan, kech bo'ldi deb noqil telefonga qarab ana qilmaydi. O'shaning uchun vaqtida uyqu bo'lsa, keyin vaqtida ovqatlansangiz, ya'ni doim qovurilgan bo'lmaydi. Keyin doim muzday bo'lmaydi. Doim shirinlik bo'lmaydi. Ya'ni hamma narsa mo'tadillikka iborat. Albatta, hamma narsa me'yorida. Demak, bizda qo'ng'iroq bor mutaxassisimizga, eshitmasam, keling ular bilan bog'lanamiz. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Demak, aloqa sifati yaxshi emas. Ishonchim komil, ular yana qayta qilishadi. Balki mana shu sizning so'zlaringizni o'zidan javoblarni topib, "Em bo'ldi, endi meni ham so'rayman." Endi deb go'shakni qo'ygandirlar. Demak, suhbat davom ettiramiz. Ana endi esa Azbek aka, igna bilan davolashda mana shu aytaylik, noto'g'ri yoki nojo'ya ta'sirlar oqibati haqida ham gaplashib o'taylik. Endi hozir bilamizmi, bilmaymizmi, baribir texnologiyalar asri, yaxshi reklama vositalari ko'payib ketganligi bois aytaylik, soxta shifokorlar,
To'g'rimi? Oylik kurslarda o'qib, igna bilan davolovchi shifokorlar ham ko'payib ketyapti mana shu o'rinda. To'g'ri. Keling, shularga murojaat qilsa bo'ladimi? Oqibatlar haqida gaplashaylik. Aha, yaxshi. Yaxshi savol berdingiz, juda zo'r savol berdingiz. Bir narsani bilish kerak, bu igoterapiyada o'zi Xitoyda 4 yil o'qiladi. Ha. Universitet 4 yil o'qiganingizdan keyin ham siz zo'r mutaxassis hisoblanmaysiz. Undan keyin siz yana o'zingiz ustingizdan ishlashingiz kerak. Ya'ni siz master, bizda shu Xitoyda master deydi ustozda. Borib shogirdlikka tushib, uni sinovdan o'tganingizdan keyin shogirdlikka oladi. Ana undan keyingina siz mutaxassis bo'lishni boshlaysiz. Endi mana nojo'ya ta'sir masalasi bo'yicha. Endi masalan deylik, yengil kasalliklar, stress, depressiya, bosh og'riq, masalan yengil bel og'riq, oyoq og'riq da mana hozir o'quv kurslari bor. O'quv kurslarida ham u mutaxassislar o'zi aslida tegini oladigan bo'lsak, bu prezidentimizda qarorlari bilan xalq taobatini rivojlantirish masalasida qarorlar chiqqandan keyin hozir respublikamiz bo'yicha xalq taobatiga kiradigan barcha davo usullari, bu igoterapiya, nuqtali davo muolajasi, keyin girudoterapiya, zurg bilan davolash, hijomat, giyohlar bilan davolash ommaviylashib boryapti. Endi birinchi o'rinda o'sha bir oylik o'qigan kursda o'qigan mutaxassisdan o'zi mutaxassis. Faqatgina kasalliklarni turi bor va darajasi bor, og'ir, yengillik darajasi. Masalan, og'irlik darajasi bo'yicha bizda o'zimizga ham mana yanvar oyida misol deb aytaman, mana shu yanvarda 3 ta professor, bitta dotsent keldi bizdan igoterapiya o'rgangan. Vatani Xitoy igoterapiyani. Lekin bizning ilmiy ishimiz urologik patologiya bo'lganligi uchun televideniyani chaqirdik, televideniya keldi, как раз Toshkent kanali edi, yangiliklardan. Kelishdi, intervyu olishdi, igoterapiya muolajalarini ko'rishdi. Keyin jurnalist savol berdi. Bizning mutaxassislar qanaqa ekan igoterapiya bo'yicha bir fikringizni bildirsangiz deganda, ular aytdiki, xitoyliklar biz sizlarning mutaxassislardan igoterapiyani o'rgangani keldik. Qanday o'rgangani kelasiz? Chunki vatani Xitoy bo'lsa deb savol berganda, to'g'ri, vatani Xitoy. Lekin hozirgi holatda aynan muolaja qilib bo'lingan joyda muhokama qilib turibmiz olimlar bilan. Bu yerda Xitoy bor, Tibet bor, bu yerda Tailand bor, Koreya bor, Indiya bor, Vyetnam bor. Ya'ni bu yerda bir necha xalqlar, davlatlarda qo'llaniladigan har xil uslublar qo'llanilgan. Biz u uslublarni bilmaymiz. Biz faqatgina klassik Xitoy igoterapiyasini bilamiz. Ya'ni Tibetni ham bilmaymiz. Ya'ni Allo, assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Kayfiyatlar qalay, o'zingizni tanishtiring? Men Opajon, biroz aloqa sifati yaxshi emas, sizning ovozingiz bizga bo'linib kelyapti. Shunday ekan, aloqa sifati yaxshiroq joyidan suhbatlashsangiz, nazarimda ayni muddao bo'ladi. Men Toshkentdanman. Ishtirtumandan. Ha, ismingiz? Ismim Zamira opa. Zoira opa. Demak, shifokorga savolingiz bor, shundaymi? Ha. Qani, marhamat, tinglaymiz. Azizbek doktor, assalomu alaykum. Alaykum salom. Yaxshimisiz? Rahmat. Yaxshimisiz? Menda 19-yili ko'p patrol bo'lganman, enterprise so'yilgan oyog'imga. Aha. Endi u paytda nervga tep ketganmi, oyog'im qanchalar ishlamaydigan bo'lib qolgan edi. Aha. Keyin bir 4 yildan keyin ishlay boshladi. O'tga bordim, sutga bordim. Endi chiqdimda tegida xuddi bir katta bir narsani ustida yurgandek bo'laman, besh oyog'imni. Tegida xuddi taxtami borga o'xshaydi. Endi o'shanga qo'yib bo'ladimi, yo'qmi? Lekin boldirlari yomon og'riydi. Nimani xohlaydi? Boldirlari yomon og'riydi, oyog'im boldirlari. Ha, og'riydi. Aha. Og'riydi, pastida yaxshi nima deydi, katta qilganim bilmayman, bu yaxshi qilmaydi unchalik. Aha. Yoshingiz nechida? Yoshim 80. Yoshingiz 80.
Ha. Qarilikkacha yana 90 bor ekan, 90gacha yana 10 yil bor qarilikkacha. Bu narsa aytishim mumkin, Xudo xohlasa, davolasa bo'ladi. Bir vaqt topib kelsangiz, bir konsultatsiya qilamizda, inshaalloh natijasi bo'ladi. Ya'ni oyog'ingizda tagi bosganingizda paxtadek bo'lgani, ta'sir, ya'ni bosganingizda yaxshi sezmayotganligingiz, og'riqlar, boldir, son sohasidagi og'riqlaringizga yaxshi ta'siri bo'ladi, xudo xohlasa, igna terapiya qilsa. Albatta. Endi uni bir necha sabablari bor. Hozir vaqtimiz sal cheklangan. O'shaning uchun kelganingizda batafsil tekshirib, sizga xudo xohlasa natija qilib berishga harakat qilamiz. Ya'ni. Demak, buni ham bevosita mana shu kasallikni ham, mana shu asoratlarni ham igna bilan davolab, yo'q qilsa, natija olsak bo'ladi. Bo'ladi. O'zi umuman xalqimizda mana shu bemor bo'lgan insonlarda, umuman o'zbek xalqida bir ajoyib jumla bor, Azbek aka. Uy sharoitida qanday davolansa bo'ladi degan jumlani biz ko'p bora eshitganmiz. Hattoki doktorga borib maslahat olganda ham doktor uy sharoitida nima qilsam bo'ladi degan savollarni berishadi. Endi to'g'ri uy sharoitida igna bilan davolashni maslahat bera olmaymiz, lekin mana shunday asab tizimidagi kasalligi bor insonlarga, yuqorida ta'kidlaganingizday, uyqusi buzilgan insonlarga qanday uy sharoitida davomiy davolanish usullarini taklif qila olasiz? Unaqa usullar ham bor. Ya'ni uyda o'tirib ham o'zini maxsus nuqtalari bor. Masalan, deylik, oyoq og'riq yoki tizza og'rig'i. Men sizga hozir shuni ko'rsataman. Agarda oyog'ingizda og'riq bo'lsa, shu yerda ko'rsatsa bo'ladi, men bu yoqqa chiqaydi. O'ltiroqqa chiqadi. Mana agarda tizzadan pastda oyog'ingizda og'riq bo'lsa, qo'lingizni tizzaga qo'yasiz va aynan mana 4-barmog'ingiz aynan shu nuqtaga to'g'ri keladi. Bu nuqtaning nomi Zusanli deydi xitoyliklar. Bu nuqta yoshartirish nuqtasi hisoblanadi. Ya'ni bu ham yana tanani yoshartirish xususiyatiga ega. Bu aynan tushuntira oldimmi? Teletomoshabinlar. Qo'limizni tizzaga qo'yamiz. Aynan 4-barmog'imiz aynan shu nuqtaga tushadi. O'zi qo'lingiz bilan bossangiz, bu yerda chuqurcha bor, yengil. Ana shu chuqurchani bosasiz. Barmog'ingiz bilan o'tirdingizmi, xitoyliklar uyda o'tirdimi, bo'sh bo'ldimi, ana shu nuqtani massaj qilib o'tiradi. Endi agarda belingizda og'riq bo'lsa, belda og'riq. Masalan, yosh kattalarda belda og'riq ko'p bo'ladi. Sizda tizzangizda nuqta bor. Ya'ni tizzani orqasida. Mana tizzamizda orqasida nuqta bor. Ana shu tizzadagi nuqtani bosasiz. Ikkala nuqtani ham bosib ko'rganingizda, qaysi birida og'riq kuchliroq bo'lsa, o'sha nuqtani ko'proq massaj qilishni boshlaysiz. Qarabsizki, og'riqni o'zi u nuqta to'g'ridan-to'g'ri bel umurtqa dumg'azaga boradigan nuqta hisoblanadi. Ya'ni nervga boradigan, u og'riqni kamaytirib, ancha bellaringizda qotib qolishlarini ham qo'yib yuboradi. Misol deylik, uyqusizlik bor. Men boya aytganimdek, 5 ta barmoqda aynan kaftimizni pastida aynan shu joyda nuqta bor, yumshoqqina chuqurcha bor o'zi. Ana shu nuqtani bosamiz. Og'riqli nuqtani, ya'ni ikkita qo'limizda tekshirganda qaysi birida og'riq bo'lsa, aynan shu nuqtani bossak, og'riq bo'ladi. Shu nuqtani 1-2 daqiqa massaj qilsak, uyqu kelishni boshlaydi. Masalan, deylik, asabingiz bor. Asabiylashgansiz, depressiya, siz ikkita qoshingizni o'rtasida intan degan nuqta bor. Aynan ana shu nuqtani bosasiz, 1-2 daqiqa qarabsizki, asablaringiz tinchlanadi, kayfiyatlaringiz ko'tariladi, sokin bo'lasiz. Aziz do'stlar, men ayta olaman, hozir Azbek akamdan muolaja oldim. Mana shu bosh qismimga qayergadir shu kayfiyat nuqtasiga igna qo'ydilar, kayfiyatim juda ham yaxshi. Hozir Azbek aka haqiqatan ham. Lekin mana rostini aytayapman. Shunaqa. Men ochishib, men bemalol reklama qilishim mumkin. Azbek akam hozir men bilan muolaja qilganlardan so'ng ancha asabim so'nggi kunlarda juda ham tarang edi, juda ham buni e'tirof etishim kerak va hozir mana shu igna terapiyadan keyin, igna muolajasidan keyin ancha asablarim yaxshi. Ishoning, hozir menga rejissyorimiz mana hozir quloqchinlar orqali iltimos, kayfiyatingni ozgina shu muolaja aytayotgan paytga qaratib tur deganlardim, lekin kayfiyatim juda ham yuqori darajada ko'tarilib ketayotganini his qilyapman. Rahmat buning uchun. Bu yerda bitta jihat bor.
bizga keladigan bemorlarni bosh oyoq davolab yana yoshartirib chiqarib olamiz. Ana. Qanday yosharish mumkin degan savol tug'iladi. Ya'ni siz lecheniyadan oldin kelganingizda sizni hayotingiz oq qora rang bo'lib qolganda, ya'ni bir xil asab siqilgansiz, bir hayotga qiziqish yo'q, bir charchagansiz, ertalab turasiz, charchab turasiz, holsizlik, bir o'zingizni bir asosiy maqsad, yo'lingiz, orzungizni yo'qotib qo'ygandek bo'lib yurasiz. Bizlarni lecheniyadan keyin, muolajalar olganingizdan keyin, aynan igoterapiyadan keyin asablar shunday o'chiriladi, kayfiyatlar ko'tariladi. Sizda ichki, ya'ni yoshartirish deganda tashqi emas, ichki a'zoda siz qanday his qilasiz? Esingizda bo'lsa 20-25 yoshligingizda 24 soat ishlagansiz. Masalan, ertalab turasiz, obed, kechqurun charchoqni bilmagansiz. Masalan, siz 40 ga kirdingiz, 50 ga kirdingiz, 60 ga kirdingiz, 70 ga kirdingiz. Bizani muolajadan keyin siz 4 soat uxlasangiz ham kayfiyat zo'r bo'lib, ertalab turganda tetik bo'lib, hayotga yanada zavq bilan, shavq bilan rang-barang siz harakat qilishni boshlaysiz. Ko'zingizda shunaqa ko'rinadi. Suhbatni o'tirib davom ettirishga doktorlar nima deydi? Bo'ladi, vaqtsa ham bo'ladi. Bo'ladimi? Rahmat. Ana endi qo'ng'iroq bor. Ha, marhamat, eshitamiz. Assalomu alaykum. Alaykum assalom. Xayrli kun. Qayerdan qo'ng'iroq qilyapsiz? Men Toshkent viloyati Olmaliq shahridan qo'ng'iroq qilyapman. Azizbek doktorga. Marhamat. Assalomu alaykum Azizbek o'g'lim. Salomatmisiz? Ha, rahmat. Salomatmisiz? Qolmang. Sog'lig'ingiz yaxshimi? Rahmat. Qani marhamat, savolingizni yo'llashingiz mumkin. Men o'sha 3 oy, 4 oy bo'ldi uxlay olmayman. Qanaqadir g'ulg'ula bor. Qaltirayman. Demak, shu muammolar sizni bezovta qilyapti. Shunga bezovta qiladi. Keyin doktor 2017-yil shitovoy jelezamni 100% olib tashlagan. Eltraksin 100 ni ichib yuraman. Keyin mana shu chap oyog'im tizam og'riydi. Yaxshi bukilmaydi, yaxshi yura olmayman. Bormagan nevropatologim, bormagan doktorim, bormagan joyim qolmadi. Xudo bilasizmi? Uyqu, asab, uyqusizlik, halovat yo'qligi, stress holatlari aynan bosh bilan bog'liq bo'lgan patologiya igoterapiya orqali juda ham oson yechiladi. Ya'ni ximikat dorilarsiz, ortiqcha kuchli trankvilizator preparatlarsiz qoldirsa bo'ladi. Bu bir. Endi shitovetni jelezada olingan bo'lsa, uni endi hozir tekshirib ko'rishimiz kerak. Aynan nima sababdan hozir sizda asab, uyqu yo'qligini o'rganib chiqishimiz kerak. Endi belingiz og'rig'i, oyog'ingizdagi og'riqlar u muammoli emas. Ochiqni aytaman, ular biz uchun yengil kasallik, ya'ni bel og'riq, oyoq og'riq, revmatizm, revmatoidni poliartrit, faqatgina bitta narsa bor. Itap lecheniya bor. Masalan, deylik, kasallik bir bemor keladi, 10 yildan beri kasal. Lekin ikkinchi bemor 5 yildan beri kasal. Masalan, ikkalasi ham xohlaydi 1 oyda tuzalish. Oyog'im oliy. Birinchi oyda 30% dan 50% gacha natija bo'ladi deymiz. Lekin ayrim holatlarda itap kurs keladi. Ya'ni yiliga 1 oydan muhlat beriladi. Masalan, 5 yillik kasalga 5 oy vaqt kerak. To'liq davolab, tuzatib tiklashimiz uchun. 10 yillik bemor bo'lsa, kasallik bo'lsa, 10 oy vaqt kerak bo'ladi. Chunki u tiklanishiga ozoq jarayon vaqt ketadi. Lekin birinchi kursni o'zidayoq ancha yengil bo'lib, bu bezotaliklar qoladi inshaalloh. Ha. Tushunarli. Demak, javoblardan o'zingizga xulosa oldingiz degan umidimiz bor. Aloqadamisiz? Assalomu alaykum. Olmaliqlik opajon. Aha, xo'p. Demak, javoblarni qabul qilganlar. Umuman Azizbek aka, mana yuqorida ta'kidlayapsiz, bu muolajalar insonni tetiklashtiradi, asab tolalari dam oltiriladi. Umuman yil davomida mana shu ignoterapiyaga necha marotaba murojaat qilish mumkin? Uni ham me'yori bormi? Igoterapiyaga kasalligini tuzalib olgungacha murojaat qilsa bo'ladi. Igoterapiyani juda qiziqarli tarafi shundaki, o'rganib qolmaydi. O'rganib qolish yo'q. Masalan, siz davolandingiz,
o'rganib qolish bo'lmaydi. Tobelik. Tobelik yo'q. Mana eng yaxshi jihati shu. Ikkinchisi xalq tabobatini yaxshi tarafi shundaki, mo'mayizni davolanasiz, lecheniya olib bo'lganingizdan keyin tuzalib chiqib ketaverasiz, bo'ldi. Mavzu yopiladi. Keyingi jarayonda siz o'zingizni avaylab, asrab, profilaktika qilib yursangiz bo'ldi, sizda hech qanaqa muammo bo'lmaydi, xudo xohlasa. Endi u kasallikka qarab. Ignalar tanamizga qancha millisantimetr, millimetr chuqurligi? Yaxshi savol. Tanaga 3 millimetrdan 30 santimetrgacha qo'yiladi. Nina. Endi uni professionallar qo'yadi. O'zi odatda 3 millimetrdan 7 santimetrgacha qo'yishadi. Azbek, mana shu o'rinda qarang, so'zlaringizga e'tibor berib turibman-da. Buni professionallar, mutaxassislar qo'yadi deyapsiz. Mutaxassislar ham igna qo'yishi mumkinmi? Yo'q, nomutaxassislar emas u. Masalan, 1 oylik o'quv kursida o'qigan. Bizda xalq tabobati ilmiy amaliy markazi bor. Xalq tabobati assotsiatsiyasi bor. Ya'ni u yerda ham xohlovchilar masalan borib o'qib o'rganishi mumkin. Lekin u yerda masalan yengil simptomatik kasalliklarni davolashni o'rganishi mumkin. Lekin chuqur og'ir patologik, ya'ni murakkab kasalliklarni o'qib o'rganish uchun ancha vaqt kerak, ancha muddat kerak, yaxshi ustoz kerak. Masalan, biz hozirgi kunda 24 yillik tajribaga ega bo'lsak, 24 yil ichida shuncha bo'lsak, haligacha o'qishdamiz. Haligacha o'rganish bilan yuramiz. Tugagani yo'q. Beshikdan to qabrgacha 50 yuzlar deb begiz aytilmaganligini isboti. Albatta. Azbek, inson tanasida qancha igna bilan davolovchi va igna qo'ysa bo'ladigan nuqtalar bor. Hech sanab ko'rganmiz. Men uchun qiziq. Qarang, o'zi standart bo'yicha Jahon Sog'liqni saqlash jamiyati standarti 361 ta nuqta belgilagan. Standart butun dunyo bo'yicha. Lekin mana biza Tailandda bo'lganimizda, keyin mana Tibetda, Indiyada professionallar bir 2000 ga yaqin nuqta bilan ishlaydi. 2000 ga yaqin nuqta bilan ishlaydi. Biz o'shani mingtasi bilan ishlaymiz taxminan. Ya'ni O'zbekistonda. O'zbekistonda mingtasi bilan ishlaymiz. U anodan tashqari, protokoldan, standartdan tashqari. U o'ta murakkab kasalliklar bor. U tor doirada u lecheniya qilinadi. U bitta bemorni davolashimizga 2 soat, 3 soat ketadi. Muolajani o'ziga avvalambor u nuqtani qo'yishdan oldin, masalan, deylik, bitta tashxis bilan 5 ta bemor keldi. Siz 5 ta bemorga bitta tashxis bilan kelgan bilan bir xil nuqtasiga qo'ysangiz kutgan natija bermaydi. Uni har bittasiga individual yondashib nuqtasini topib qo'yiladi. Har bir alohida demoqchi. Shunaqa. Har bir shaxs, har bir inson alohida. To'g'ri. Chunki kasallikni keltirib chiqargan sabab omillar beshala bemorda kasallik bir, lekin keltirib chiqargan sabablar har xil bo'ladi. To'g'ri. 5 xil bo'ladimi? Demak, biz individualni yondashsakgina biz kutgan va bemor kutgan bizdan kutgan natijasini erishishimiz mumkin. Demak, qo'ng'iroq bor bizda. Keling, navbatdagi yurtdoshimiz ham o'zlarini qiziqtirgan savollarga javob olishni kutyaptilar. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Keling, tanishib olamiz. Bo'ka tumanidan. Bo'ka. Ismingiz? Xo'jamiyar aka. Yashang. Nima savolingiz bor Azbek shifokorimizga, mutaxassisimizga? Doktorga savolim. Yelkalarim juda qattiq achiyapti. Yelkalarda og'riq bor, shundaymi? Juda Achish. Valakayam ikki qo'limga beradi. Yelkalarim juda qattiq achiydi. Dam olsam o'tib ketadi. Minsam yana achiydi. Charchoqdanmi? U nafaqat charchoqdan, o'zi birinchidan aka sizda uyqusizlik bo'lsa kerak. Bu bir, ikkinchidan shamollash bor. Yomonmi? Ozgina ovozingiz kechroq kelyapti-da. Hozir aytgan gapingiz qaytadan takrorlab yuborsangiz? Hozir aytaman. Velosiped bilan yelkalarim nihoyatda qattiq achiydi. Keyin har zamonda o'zidan o'zi achish paydo bo'ladi, chidab bo'lmaydi, og'riqga kuchli. Skoriyaga borsam tuz bor deydi, boshqa deydi,
aniq diagnoz yo'q. U ko'proq bunday holatlarda ikki holat sabab bo'lish ehtimoli bor. Birinchisi u bo'yin umurtqada smeshение bo'lsa, ya'ni protruziya bo'lsa, bu birinchi holat. Ikkinchisi bu yelkani o'zida plecholopastichniy periartroz deydi, ya'ni yelkan sohasini o'zida ham nervda ущемление bo'lsa, shunday holatlar paydo bo'ladi. Va uchinchisi bu shamollash. Ya'ni sovuq, zax, muntazam bu ham shunaqa ta'sir qiladi. Bemorimizga tavsiyamiz faqatgina endi hozir onlayn suhbat qilyapmiz-da. Endi men umumiy gaplarni gapiryapman. Lekin bemorni tekshirganda u batafsil kartinasi ko'rinadi. Ya'ni nimadanligini tekshirib ko'rib bilishimiz mumkin. Va aynan o'sha tekshirganda kasallikni keltirib chiqargan sabablarini topishimiz mumkin. Ana undagina bemor kutgan natijasini olsa bo'ladi, xudo xolasa. Demak, javoblarni qabul qilib oldingiz degan umidimiz bor. Boshqa savollar yo'qmi? Bizda aloqa uzildi. Demak, bizni ular tomosha qilyaptilar. Mana shunday xulosalar. Bu aynan shifokorimiz hozir onlayn tarzda g'oyibona hech kimni ko'rmasdan shunaqa qo'ng'iroqni o'zida sizlar aytayotgan og'riqlar va mana shunday murojaatlar bilan shug'ullanyaptilar. Batafsilroq bilish uchun esa bevosita shifokorga murojaat va ko'rikka kelishingiz talab etiladi. Bilasizmi, Muhammadiyor, bir ajoyib bir hangomalar bor. Mana shu doktorning suhbatida kelganda umuman doktorga bormagan inson ham doktor bilasizmi, mana bu yerim og'riydi deb so'rab qolishadi. Bizda ham teletomoshabinlarimiz bugungi dasturimizda garchi sog'lom bo'lishsa-da, o'zlarini qiziqtirgan savollar bilan shay turishdi. Demak, bizda yana aloqada inson bor. Assalomu alaykum. Ulanamiz, eshitamiz. Assalomu alaykum. 29 yoshdaman. 3 ta farzandning onasiman. Umringiz bo'lsin. Belimda griza bor. O'tirib, turib qiynalaman. Anaqaga borsam, doktorga borsam, hozir sizga lecheniya qilib bo'lmaydi. Emiziklik bolangiz bor ekan deb aytdilar. Og'riq bosaligini ham bosmayapti-da. Bel cho'rasi. Bel cho'rasi. Emizikliklar anaqa santimetrmi nima anaqada temirda chiqqan sanaqa. Emizikliklarga ham igna qo'ysa bo'ladi. Zarar yo'q. Yo'q, zarar yo'q hech qanaqa. Chunki sizga biz osma ukol qilmayapmiz. Tabletkalar bermayapmiz. Ona suti orqali bolaga qanaydir ziyon bo'lishi mumkin deyilgan bo'lsak. O'shaning uchun igoterapiya homiladorlarga ham, homiladorlik jarayonida ham kuchli bel og'riq bo'lganda ham qo'yiladi o'zi. Biz qo'yamiz. Yaxshi natija bo'ladi va homilaga hech qanaqa ta'siri bo'lmaydi. Emiziklik bo'lsa, u hech qo'rqinchli joyi yo'q. Lekin natijasi zo'r bo'ladi. Demak, aytmoqchimizki, mana shu bel cho'rasi aytaylik, bel cho'rasidagi churrani davolash mumkinmi yo vaqtincha og'riqni qoldirish mumkinmi? Yo'q, aynan davolab so'rdirish mumkin. Sekvestirирование deydi buni. Ya'ni so'rdirish mumkin. Sekvestirирование. Ya'ni qo'yganingizdan keyin rezortsiya bo'ladi. Ya'ni kapsuladan agarda kapsuladan oqib chiqqan bo'lgan taqdirda ham ignani qo'yganingizdan keyin o'zini nuqtalari bor. U biz ixtiro qilmaganmiz, bizgacha olimlar ixtiro qilib, isbotlab qo'ygan dalil sifatida MRTda lecheniyadan oldin va lecheniyadan keyingi tahlillar, isbotlar dunyo bo'yicha o'zi juda ommaviy bilishadi. O'z natijasini ko'rsatgan, shunaqa. Demak, o'zingizga qiziqtirgan savolga javob oldingiz. To'g'rimi, hurmatli yurtdosh? Rahmat. Demak, Azbeka bugungi dasturimizga tashrif uchun, mana shunday kerakli ma'lumotlar uchun va bepul muolaja uchun alohida rahmat sizga. Rahmat sizga ham. Juda xursand bo'ldim. Agarda xalqimizga ozroq bo'lsa ham foydamiz tegadigan bo'lsa, bergan maslahatlarimizga amal qilishsa, sog' bo'lishsa, bizning boshimiz osmonga yetadi. Juda xursand bo'lamiz. Nafaqat biz, balki yurtdoshlarimiz ham aynan o'zlari qiziqtirgan savollariga javob ola olishdi degan umidimiz bor. Shunday ekan, aziz tomoshabinlarimiz, sizning nomingizdan ham Azbeka sizga alohida tashakkur yo'llaymiz va tashrif uchun alohida minnatdorchilik izhor etamiz. Albatta. Hurmatli yurtdoshlar, yana sizda savollar qolib ketgan bo'lsa, bemalol Salom Toshkent live bot Telegram manziliga yozsangiz bizni
ma'murlarimiz bevosita ushbu shifokorlar raqamlarini sizga yetkazishadi. Azizbek aka, sizga tashrif uchun minnatdorlik bildiramiz. Rahmat kattakon. Charchamang. Avvalo o'zingiz sog' bo'ling, ko'p insonlarga malham bo'ling. Sizga sog'lik, salomatlik. Navbatdagi dasturlarda ijodiy parvozlar sog'lomlikda tilaymiz. ko'rishguncha. Rahmat. Xudo xolasa.